Farg'ona O'zbekistonning sharqiy qismida joylashgan yirik va go'zal shaharlardan biri. U Farg'ona vodiysi markazida joylashgan bo'lib, tabiati, tarixiy ahamiyati va rivojlangan infratuzilmasi bilan mashhur. Farg'ona shahri O'zbekistonning eng unumdor hududlaridan biri bo'lgan Farg'ona vodiysida joylashgan. Bu hudud tog'lar bilan o'ralgan bo'lib, iqlimi yumshoq va qishloq xo'jaligi uchun juda qulay. Farg'ona shahri nisbatan yosh shahar hisoblanadi. U 1876-yilda Qo'qon xonligining tugatilishidan keyin ruslar tomonidan qurilgan. Shahar avval Yangi Marg'ilon deb atalgan, keyinchalik Farg'ona nomini olgan. Farg'ona shahar sanoati jihatdan rivojlangan shaharlardan biri. Neftni qayta ishlash zavodlari, kimyo sanoati, to'qimachilik korxonalari, bu yerda ayniqsa neft sanoati muhim o'rin tutadi. Qiziqarli joylari: Farg'onada sayyohlar uchun markaziy bog'lar, muzeylar, tarixiy obidalar mavjud. Hozir esa sizlar bilan Imomnazar va Zarina va Mo'min va Muslima tayyorlagan Farg'ona tarix va madaniyati muzeyini haqida videoni tomosha qilamiz. Misgarlik vodiyda juda qadimdan rivojlanib kelgan. Farg'ona ustalari shu qadar mahoratga erishganlarki, ularni ishlagan buyumlari Qo'qon xonligidan tashqarida ham mashhur edi. Tarix va madaniyati muzeyi ochilishi 1894-yilga borib taqaladi. Shu yili Yangi Marg'ilon shahrida o'tkazilgan qishloq xo'jaligi va sanoat ko'rgazmasi asosida muzey tashkil topish g'oyasi paydo bo'lgan. 1985-yildan muzey maxsus qurilgan yangi binoga ko'chirildi. Muzeyda tarix, tabiat, san'at, ilmiy-ma'rifiy va fond bo'limlari mavjud. 10 mingdan ortiq arxeologik topilmalar, minglab tangalar, amaliy san'at va tasviriy san'at asarlari saqlanadi. Muzey Farg'ona vodiysi tarixi va madaniyatini o'rganib kelmoqda. Muzey qolaversa Angliya, Yaponiya kabi davlatlar bilan hamkorlikda davlat muzeylari bilan birga ish olib bormoqda. Kabinet mebel majmuasi 19-asr oxirgi manchasi boshlarida 1912-yilga qadar ko'rgazmali holatda turgan. Muzeyga 1990-yilda olib kelingan.